Bu dal butun dunyodagi birdan-bir qonun sirtidagi hamda insoniyat madaniyatidagi eng og'riq cheklangan rayon Shimoliy Marjon hodi tashlari orli. Undaqda bu joy nima uchun shunchalik qo'rqinchli? Bu yerga zodi qanday sirli ishlar yoshiringan? Shimoliy Marjon hodi tashlari orli yana Shimoliy Senkinal orli deb ataladi. Bu joy Hind okeanidagi Andaman taqim orolining o'rtasida joylashgan yolg'iz orol. Jug'rafiyalik o'rnidan qaraganda bu joy garchi Hindistonga tava bo'lsa-mu, ammo oroldagi qabilalar bu qarashni qat'iy e'tirof qilmaydi. Buning ustiga boshqa yangi madaniyatlar bilan uchrashgan ibtidoiy qabilalarga o'xshamaydigini bu joydagilar har qanday odamning bu yerga kelib bu joy bilan uchrashishini, o'zi bilan uchrashishini bari kuchi bilan to'sadi. Agar siz yuragingizni qattiq qilib bu yerga qadam besib qolsangiz, shundala dunyodagi soni oz bo'lgan ibtidoiy qabilaning eng vahshiy qiyofatini haqiqiy bilalaysiz. Tadqiqotchilarning tekshirishicha, oroldagi bu odamlar eng baldur bo'lgandimi taxminan 60 ming yil avvalgi Afrikadan kelgan aqlli odamlar bo'lib, jug'rafiyalik o'rinning ta'sirida bu joyda uzun vaqt so'linib qolgan. Shuningdan keyin asta-asta bu joyda yashash jarayonida qabila bo'lib shakllanib, izchil holda ibtidoiy turmush holatida yashab kelgan. Garchi bu yerdagi odamlar hozirgi davrdagi kishilar bilan uchrashishni xohlamasimi, ammo necha asrning yoki nurg'un kishilar ular bilan aloqalashishni sinab kelgan. Tarixiy materiallarda yozilishicha, eng dastlabki bu odamlar bilan uchrashgan vaqt 1867-yil bo'lib, ayni chog'da Hindistonning bir beliq tutish kemasi nachar havoning ta'sirida bu orolning atrofidagi tez suvda to'xtab qolgan. Shuning bilan kemadagi 100 dan ortiq odam orolda dam olayotganda oroldagi nurg'unlagan g'alati odamlarning o'ziga qarab nayza o'qyalarni ko'tarib kelayotganligini ko'rgan. Shuning bilan ikki taraf saq 3 kech kunduz qattiq urushgan. Keyin Angliyaning bir harbiy paraxoti bu yerdan o'tib ketayotganda oroldagi hayot qolgan odamlarni qutqizib olgan. Bu ishlarni bilgandan keyin 1 yil ichida Angliyalik qul savdogarlari tez suratda bu orolga berib, nurg'unlagan odamni tutib qul qilgan. Garchi oz vaqtdan keyin ba'zi ibtidoiy odamlar orolga qaytarilgan bo'lsa-mu, ammo yangi jamiyatga nurg'unlagan viruslarni orolga birga elib kelgan. Shu sababdan hech qanday immunitet iqtidori yo'q bu yerlik odamlar bekor-bekordilar virus sababli o'lib ketgan. Qalaymaqan ishlar shuning bilan boshlangan. Yerlik aholilar bu ishni bilgandan keyin sirtdan kelgan kishilarga bo'lgan qarshiligini har bir qabiladagi kishilarning qon-qini singdirib o'tgan. Shuningdan keyingi 100 yilda bu orol to'g'risida nurg'unlagan g'alati hikoyalar chiqishga boshlagan. Bu orolning sirrini aytish uchun 1974-yili ma'lum kino ishlaguvchilar bu yerga kelib hujjatli film tortmoqchi bo'lgan. Qirg'oqqa oz qolganda ular o'zining do'stligini ifodalash uchun hatto tirik hayvon va nurg'unlagan yemeklarni elib kelgan. Ammo oroldagilar bularni ko'rib, ularga qartib o'qya etib, ularni haqoratlaydigan har xil harakatlarni qilib, ularni yaqin keltirmagan. Bu xil xabarlarni ko'rgandan keyin nurg'unlagan tavakkulchilar bu orolga kelgan hamda yuz berishga tegishli bo'lmagan ishlarning kayni-kaynlab yuz berishiga sabab bo'lib qolgan. Mushu ishlar qayta-qaytlab yuz bergandan keyin Hindiston hukumatı 1996-yili bu joyni rasmiy insonlarning cheklangan rayoni deb e'lon qilgan. Hamda har qanday odamning bu orolga kelishini cheklagan. Ammo shunday bo'lsa-mu 2018-yili Amerikalik John ismli bir kishi bu joyga bormoqchi bo'lib, nurg'unlagan baliqchilar kemasini tashkillab, tekshirish ojiz vaqtdan foydalanib orolga muvaffaqiyatli borgan. Ammo orolga dastishiga yerlik kishilar palto va nayzlar bilan uningga nihoyat yaxshi bo'lgan kutuvilish murosimidan birini o'tkazib bergan. Shuningdan keyin bu joyning qo'g'dalanishi texnik kuchaytirilgan. Shimoliy Marjon hodi tashlari orli mana mushundaq joy. Bu joyning sirliqligi dal shu joydagi ibtidoiy qabila bilan munosabatlik.